Xayrli kun azizlar, yana bir bor. Yana o'sha kasallik, yana o'sha muammo. Yana impuls bilan. 5 tadan 10 ta, 2 ta o'choq batareykasi olib kelingan. Buni diagnostika qilib beramiz. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Qarshilik 51 ga chiqib ketgan. Voltimiz 12.3 da turibdi. Amper soatimiz 57 ga tushib qolgan. Bu 100 dan pasaydimi, tez to'lib berish, proyekt bermaslik holatlari kuzatiladi. Yaqinroq kelamiz, yilni ko'ramiz. 2025 07-21-yilda turibdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, diagnostika xizmatlari bemalol murojaat qilaverasizlar. Batareyani zo'rini izlamoqchi bo'lsa, zo'rini izlab turgan bo'lsalar, mana o'sha mashhur Silver. Eng kuchlisi xizmat qilib bera oladigani uzoqroq kilometr, uzoqroq vaqtda xizmatsiz qiladigan to'ychoq. Mana birgalikda tekshirib diagnostika qilib beramiz. 14 qarshilikda 12.8 volti, amper soat 215 zo'r holatda turibdi. Kimga shunaqa batareyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kommentariylarga plus belgisini qoldirsalaringiz, direktlaringizga to'liq ma'lumotlarni tashlab beramiz. Rolik sinovlari bilan birgalikda narx-navlarni ham cho'tki qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishlarimiz mavjud. Narx-navlarni kelishib ketaveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar.